Anvar, bilasizmi, muvaffaqiyatli insonlarni birlashtirib turadigan bir jihat bor. U ham bo'lsa kitob mutolaasi. To'ppa-to'g'ri. Dasturimizning navbatdagi sahifasida jahonga mashhur Bill Gates tomonidan shaxsan tavsiya etilgan va muvaffaqiyatga yetaklovchi top 5 kitob bilan tanishtiramiz. Marhamat azizlar. Dunyoning eng mashhur kishilaridan biri Microsoft asoschisi Bill Gates qanday kitoblarni o'qishni tavsiya qilishini bilasizmi? Keling bugun shu kitoblar haqida gaplashamiz. Kuch, Naomi Alderman qalamiga mansub asar. Bu roman gender tenglik haqida. 2016-yili chop etilgan asar ilmiy fantastik yo'nalishda yozilgan. Bill Gates kitob haqida shunday deydi: "Men katta qizimning tavsiyasiga quloq tutib, bu romanni o'qiganimdan xursandman. Kuch asarini o'qib, ko'pgina ayollar qanday shafqatsiz munosabat va adolatsizlik bilan to'qnash kelayotganlarini yanada yaxshiroq anglab yetdim va ushbu muammo bilan shug'ullanayotgan dunyodagi barcha kishilarga o'z minnatdorligimni bildiraman." Kelajak vazirligi Kim Stanley Robinson tomonidan yozilgan ushbu asar haqida ham Bill Gates ijobiy fikrlarni bildirib o'tgan. 2020-yilda yozilgan bu asar muallifning so'nggi romani hisoblanadi. Kelajak vazirligi kitobi ham ilmiy fantastika yo'nalishida bitilgan. Fantastika ustasi hisoblangan Robinson kosmonavt va robotlarsiz kelajakning ehtimoliy modellarini g'aroyib tarzda ifodalagan. O'tgan yili bir necha kishilar menga ushbu kitobni tavsiya qilishgandi. Uni o'qiganimdan xursandman, chunki asar shunchaki ajoyib. Bu shunchalik chuqur ma'noli kitobki, taassurotlarimni jamlash murakkab. Ammo aytishim mumkinki, Robinson oxirgi 10 yilliklar va mintaqalar tarixi haqida qiziqarli asar yozgan, deydi Bill Gates. Dunyo aslida qanday tuzilgan? Václav Smil qalamiga mansub ajoyib asarlardan biri. Bill Gates uni sevimli muallifimdan yana bir shedevr deya ta'riflaydi. Muallif o'zi olim, ekolog va siyosatshunos bo'lganligi sababli turli mavzulardagi muammolarni o'rtaga tashlaydi va ularga yechim izlaydi. Smilning bir mavzuni chuqurroq ochib beradigan boshqa kitoblardan farqli ravishda bu asar keng auditoriya uchun mo'ljallangan, deydi milliarder. Václav Smil kitobda yashashimiz uchun zarur bo'lgan energiya, oziq-ovqat ishlab chiqarish, globallashuv, atrof muhit bilan bog'liq mavzularni yoritgan. Tanlov insonning ichki kuchi va erkinligi haqida. Bu asar Edith Eger qalamiga mansub. U muallifning psixologik jarohatlarni qanday yengib o'tgani haqida hikoya qiladi. Bu kitobni menga rafiqam tavsiya qilgandi. Asarning ajralib turadigan jihati bu muallifning boshidan kechirganlari. Uning yondashuvi menga yoqdi. Ya'ni inson boshidan qanday sinovlar o'tmasin, ularni yengib o'tish uchun albatta yo'l bor, deydi Bill Gates asar haqida. Oppoq osmon ostida kelajak tabiati nomli kitob dolzarb mavzularni o'rtaga tashlaydi. Bill Gates uni zavq bilan o'qiladigan asar deya ta'riflaydi. Geomuhandislik va insonning tabiatga ta'siri haqida mulohazalar berilgan ushbu kitob Bill Gatesda katta qiziqish uyg'otgan. Elizabeth Kolbert qalamiga mansub asar iqlim o'zgarishlariga, insoniyat tufayli tabiatda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari masalasiga bee'tibor bo'lmagan har bir kitobxonni qiziqtiradi. Guvohi bo'lganingizdek, Bill Gates o'qiydigan kitoblar bular fantastika yo'nalishida yoki butun dunyoni o'ylantiradigan dolzarb mavzular haqida yozilgan asarlardir. Yana qaysi mashhur shaxslar o'qiydigan kitoblar haqida bilishni istaysiz? Bu haqda bizga albatta yozib yuboring. Yana ko'rishamiz.